Assalomu alaykum. Ish motosikli ishqiboz akalar. Mana bugun 20-aprel. Mana bitta Ish Planeta 5imiz tayyor bo'ldi. Shuni mana sotuvga chiqaryapmiz aka. Mana. Bu Ish Planeta 5 aka, dinam ketlik. Korobkalari joyida, motorlari yaxshi ekan aka. Svetlari yonadi. Biz ham sotib olgan edik. Shu mototsiklni mana yuvib, mo'yka qilib, qo'ldan kelgancha shunchalik qilib sotyapmiz aka. Mana hozir hech qanaqa kami yo'q. Bemalol biznes olib haydaverasiz aka mana. Hozir yurg'izib beraman, ko'rasiz. Mototsikl hamma yo'g'i yaxshi, xudo xolasa. Mana bu oldi balonning holati aka. Mana krelolari, mana endi vilkasini mana shu yerda rezina bo'lgan ekan, olib tashladik. Agar kerak bo'lsa oldi vilka rezinasini beramiz, o'zingiz qo'yib olasiz. Vaqt olmayapti uni qo'ygan aka. Mana hozir yurg'izib beraman. Bismillahirrohmanirrohim. Dinamket kalitga ishlaydi. Motorlar hech qanaqa ovoz yo'q aka. Mana bu amazatillari. Mana bu orqa baloni aka. Mana mototsikl ishlash. Burada amazatillari. Mana motori. Motor holati. Gaz berib ko'raman, quloq solib ko'ring aka. Ana mototsiklni ko'chaga olib chiqib haydab ko'rdik aka o'zimiz. Mototsikl uchyapti aka. Hech qanaqa ayb yo'q. Mototsiklga javob beramiz aka. Mototsikl Daniy aka. Mana bu Farg'ona viloyati Oltiariq tumanida aka. Mana. Agar uzoqroq qolib ketsangiz, dastlabki ham qilaveramiz aka. Bu mototsiklimiz narxi 5 million so'm aka. Endi ozgina kelishtirib beramiz aka. Mayli, ko'p basu, ozroq kelishtirib beramiz mana. Mana hech qanaqa ishi yo'q, xudo xolasa. Yo'qsa telefon qoldiramiz aka, ekranga aloqaga chiqaverasiz aka. Qolgan mototsiklaringiz bari sotilib ketgan akajon. Bugun mana shu 20-aprel mana shu mototsiklni sotuvga chiqaryapmiz.